Topishganlarni ozgina axlatga tushirib olib, shundan chiqayotgan axlatda analiz topshirsanglar, ana muammo chiqib keladi. Ko'pchilik aytibdi, nimaga sizlar boshni topshirmaysizlar? Bemalol, bexijolat. Boshida ham topshiring, menga o'rtasida ham topshiring, oxirida ham topshiring. Bizi hozirgi budjetda ota-onalarni cho'nchagini o'ylagan holatda ozginagina lecheyni qilib turib, menga o'rtasida topshirib bersa, men birinchidan o'rtasida foizi kelib chiqadi, bu bir. Ikkinchidan men o'sha analizdan qarab turib, 10 kundan keyingi nazarcheniyani yozib bera olayman. Shu analizga qarab turib, miqdoriga qarab turib, yo bitta kurs yetadi, yo ikkinchi kursini ham olasizlar deb ayta olaman. Tushunasizmi? O'shaning uchun sizlar mana hozir boshni topshirgan faqat astritsa. Astritsa bilan lam bilan har doim Hasan-Husan. Ular bir-birisiz tura olmaydi. Astritsa bor joyda lam bilan bo'ladi, lam bilan bor joyda astritsa bo'ladi. Da. Buni hozir men konsultatsiya qilganimda, ya'ni sizga simptomlaridan isbotlab beraman, go'zal. Kelishdiki?